10 ayning 19 kuni Zarafshan noyalik jamoat xavfsizlik idorasining alohida delo ishlash guruhi Qog'liq noyisining Fasildagi Jili 100 mazokorigida Abbos guruhidan amdili qutulib chiqqan Talib Baratni qo'lga oldi. Uning iqror qilishicha, Abbos Shizang tarafga qarab qochmoqchi bo'lgan. Hozir endi 6 odam bo'lib, birisi ayol ekan. Ularda 6 dona tapancha, 2 dona miltiq, o'zi yasab olgan 1 dona qora miltiq, 200 pay o'q, yana yerlik usulda yasagan nurg'un granat, 3 dona qilich borligi ma'lum bo'ldi. Ular qochish jarayonida odamlarni ko'paytirish ehtimolligi nazarga ilindi. Qo'mondonlik o'rni Abbosning Shizangga qochish ehtimolligi cho'ng emas. U yerda ularga yashash sharoiti yo'q. Abbos ehtimol Qog'liq noyisiga berib, ondan g'arbga Koinlon teg'iga kirib, yerlik yo'llar orqali chegirdan yo'shirin o'tib, shu yerdan bormoqchi bo'lgan 3-chi bir davlatga qochib berishi mumkin deb tahlil qildi. Ayning 28 kuni Abbos qatorliqlar Qog'liq noyisiga kirdi. Yo'ldan o'tib ketib, noyining eng chetidagi yaq kentda o'ltirishliq Sulaymon qorimning uyiga kirdi. Bu chaqda burun Yavoq yezliq masjidning imomi bo'lgan Imin hoji aksi Sulaymon qorimning uyida mehmon bo'lib o'tadi. Bu yerda mal boqaman deb yolg'iz turavermasa, bizning qora joylarimiz kengri. Ayağım bile ikimiz yalnız oturuyoruz. Ben özlerini şöyle ketele aka. Fukam. Ben bir yerde kanap kalkan cay. Bir yer tek. Bundan kiyen nişada may çıkıdı deydi. May çıkandan kiyen bir yerde avatlışıp bir yerde şehir aydınıp gidiyordu. O vakti de size kelimen de sılımı kel tutmayayım kandak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beni tanımıldama. Tanımadım. Ben Karevoğlu ben. Sılının tukalları. Bu buvay kim buldu ki? Bu benim elim boludu. Kandarak avalları. Zarafshan'dan geliyor. Bular sizin dostunuz mu? Biz Kaşkaya etkiye yetik namaz kıbangan tok. Gün keşlep sel keşkavatımız. Şunun şey düşkü yetip ketirdim ki degen tok. Obdan bulaptı. Oğlum! Kızım! Hoş da. Ma mimarlığın başlap tabakta yakılıp ma tazılap mimarlığın başlap. Obdan. Selam. 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 Aka bu sizin yakın tukununuz mu? Yok, yakın tukan emas. Jirak tukan. Bugün bu vak olap kaldı. Neşede konup kalan fıkam. Boptu. Konup kalsam konup kalay.
Biz yana qanchalik mağmız. Qanchalik mağmız? Manzilga yetib borg'ichi mağmız. Unda mağmız kelmayotimda Biz ya uzoq mağmızsak mağmaymi. Nima amalim bor? pushaymon qilyapmiz nima? Ben faqat tushundim. Voy. Rostdan pushaymon qilyapsiz? Pushaymon qilsam nima amalim bor? Oğlum dolgun ve köyüm kelib ketdi. Belki men ko'rolmaydigan o'xshayman. Bo'ldi. Unda bo'lsa siz qaytib keting. Bundaq ishga asli ayol kishi aralashmasligi kerakdi. Siz meni kattamsiz. Men endi nega bora olmayman? To'g'ri. Endi bizga qaytish yo'li yo'q. Faqat oldimizga qarab yurishimiz kerak. Oldimizga qarab mansaqla. Allohga bag'on sir yiqilishimiz. Kira? Kira falan. Kira. Çoğun babam odanın ağaçlaşqa çirkten put ağrıp qaptikin putağı sürüsülen sakat degendi. Bolam, necha ish kirding? 10 yaşqa. Isming nima? Nechinchi sinfda o'qiyapsan? İsmim Ekber, 4 yillik o'qiyapman. Kela, men kirib o'tiray. Bolam, kech bo'lib ketdi. Sen chiqib uxlag'in, ha? Bu bola bek aqlli bola ekan. O'g'lim to'lqinda eslatib qo'ydi. Yerimi ko'rsatdi. O cho'qim berib Rabia, biz oshkorlanib qoldik. Nas keraklarni yig'ishtirib, siz mangaydi. Abbas, siz nima qilib shunday ishlarni qilasiz? Yeni kelib, yeni balımı bu. Endi men siz bilan hargizmi bilmayman. Mansınızın mansız. Mamsınızın mansız. Bizga endi boshqa yo'l yo'q. Abbas, siz nima ishni shunday ish qildingiz? Sizni qandoq musulmon deyil bo'lsin.
Emin Hacı ilgari yavağıda yer astı din mektebi kurup, özü bilen imamlıkni talashgan Abbasni bir qaraplı tonib olgan edi. İki nefer vatanparvar diniy zot hayotining xavfga uchrashiga qaramay kechilab mengib yaqin atrofdagi soqchixonaga ma'lum qildi. Aku doktor. Semaku doktor. Çıkalım. Bu yerda bir ayol bor ekan. Bu tarafda odam yo'q. Bu yoqdami yo'q. Shavsha, naq maydonni saqlanglar. Yusuf, men bilaman. Vahşi Abbas Sulaymon qorimning oilasidagilarni o'ltirib o'tib, yerim kechida oldirab tinib Sulaymon qorimning uydan ketib qoldi. Abbasning oshnasi Rabiyaning hamda ularga avish menishga madori qolmagan edi. U o'zini o'ltirib oldimi yoki o'ltirildimi? Buningga yakun chiqarish qiyin. Lekin bir nuqta nihoyatda aniqki, uning o'limi Abbas qatorliqlarning soqchilarga tirik paket qoldirmaganligidan derak beradi. Ayning 29 kuni chegara bo'yidagi qirg'iz chorvachi Bolutko yezisida gumonliq 5 odamning izini sezganligini ma'lum qildi. Abbas qatorliqlar xatarga tavakkul qilib, odamzotsiz rayondan o'tib, qirg'izlar to'plashib o'ltiraqlashgan chegara rayoniga kirdi. Endi ularning chegaradan o'tib chet elga ketish g'arizi to'liq oshkorlandi. GPS sun'iy hamroh o'rin belgilash sistemasi orqali yer yuzi ham havoda chorlab tutish birlashma harakat xodimlari qurg'uliq havoda stroliq oqtirib tutishni boshladi.
11 ayının 2. günü saqchilar aqtirib tutish davomida Zarafshan daryosining yuqori eqinida laylab chiqqan bir jasadni bayqadi. Tekshirish orqali o'lguchining Abbas guruhining a'zosi Jasur ekanligi isbotlandi. Uning ajallik yeriga pichoq urilgan edi. U suvga tushib o'lganmi yoki sheriklari o'ltirib andin daryoga tashlab etganmi? Bunisi noma'lum. U o'lishdan burun Abbas guruhi ichida biror ish yuz berganmi qandaq? Ehtimol bu mangu bir sir bo'lib qolishi mumkin. Abbas qatarlıqlar bir nafar qirg'iz molchin tutilib, uni yo'l boshlab o'zlarini chegirga olib borishga qistadi. Biroq ular aşı yo'l boshlig'ichining birlashma mudofaa atritining a'zosi ekanligini, ularni halokat yo'liga boshlab bordiganligini o'ylabmi yetamagan edi. Bizni neye başa geldin? Hey! Bizni aldaydık adam mı? Nene katını çıkartıma koy. Hey Lata! Ne bu? Bizni neye geldin? Gep kula çıkıra nerede? Beni bükün ben andır sıkırdım gep kula. Beni koyut Allah. Ben etrafı bir karapı kaybıya ne ekeni. Eğer de kolumu şunluk zilgan bulsun. Bütün ailgen kırıp taşıyım. Ulan! Kendine yoldan nerede? Aslan! Aslan! Atla! Uskura! Abbaska! Qara! Qirg'iz xalq askarlari Kekiyazda Abbas qatarliqlarni bayqab, darhol belgi o'q atdi. Kökü itilgan belgi o'qlari Abbas qatarliq terrorchi jinoyatchilarning ajal kunning yaqinlashganligini jakoladi. Başla, qarang, belgi o'qing. Kekiyaz tarafda itilgan o'xshaydi. Tez hayda.
Abbas! Sizlar qo'rshal qildinglar. Sizlarga faqat bir lam chiqish yo'li. Qurolni tashlab, taslim bo'linglar. Hava! Abbas! Kur'an tashlab chiq! Senin faqat bir yo'ling bor. Kur'an tashlab chiq! Aytinglar. Bu minutda ayak olma. 11 ayning 17 kuni jahillik qilib qarshilik ko'rsatgan Abbas ham uning sheriklari tegishlik jajisini yedi. Biroq mazkur deloda ko'ringan heliqi sirliq odam bu qatimki qorshab tutishdan qutulib qoldi. Abbas terrorlik guruhi yo'q qildi. Turli omillar tufayli bizning terrorchi unsurlar bilan bo'lgan ko'rishimiz yanada uzoq muddatlik ham murakkab bo'ldi. Biroq g'alaba cho'qim vatanga, haqqoniyatchi oq ko'ngil xalqimizga mansub bo'ldi. Xalq bilan dushmanlashgan, o'zini chog'lamay qonunga jang e'lon qilgan barliq odamlar hamon halokatlik taqdiridan qutulolmaydi.